Passiv yaxshidan aktiv yaxshiga. Abdori Mustafa İslam oğlu. 3-chi bab aktiv yaxshi bo'lish uchun 3U formulasi. Sening ufqingda u bo'lsa, uning ufqidami sen bo'lasan. Sen Allah'ni zikr qilayotgan bo'lsang, bilginki Allah'mi seni zikr, ya'ni yod qilayotgan bo'ladi. İzdegan narsangni topsan. Yo'q, uni tepishning birdan-bir sababi sening uni izdeganliging emas. Aksicha, sen izdashga boshlaganda izdegan narsangmi seni izdashga boshlaydi. Agar u seni izdasa, cho'qim topadi. Ey talib, izda. Lekin faqat izdash va izdidim deyish uchun izdima. İzdegan narsangni seni izdish uchun izda. Bilginki bir-birini izdiguvchilar bir-birini jalb qiladi. Bir-birini o'ziga tortadi, bir-birini yaxshi ko'rdi, o'zaro yaxshi ko'rishganlar bir-birining ufqi bo'ladi. Ufqingda nima bo'lsa, bilginki senmi uning ufqida bo'lasan. Undaqda ufqingdagi narsaning nima ekanligiga qarg'in. Lekin ufqingda cho'qim bir narsa bo'lsin. Ufqsiz bo'lganlar hech qanday narsani kutmaydi. Hech qanday narsani kutmaganlar hech qanday narsa bilan uchrasha olmaydi. Chunki ular da'vo uchun atlanmaydi. Bir ufqqa ega bo'lish qalb jihatdan tugamas bir duoga turganlikdir. Qalb qat'iylik bilan duoga ichilgan bo'lsa, u duo qabul bo'ladi. Bir duoning ijobat bo'lishi cho'qim tilgan narsaning reallikka aylanishi deganlik emas. Duolarning ijobat bo'lganligini tilkining amalga eshishi deb qaraganlar erishgan narsalarga qaraydi. Halbuki Allah'ni tilguvchilar erishganlarga emas, qo'lini Allohga ochganlikka qaraydi. Agar bu nuqtadan qarasangiz, shu haqiqatni ko'rsiz. Onunğa yüzlənib dua qilishning o'zi qabul qilingan bir duo deganlikdir. Tilgan narsangizning berilib, berilmasligi muhim emas. Kelmaganiga atab bir nasr. Sentabr oxirlashdi, lekin sen texich kelmading. Yomg'irlar tamchilaydi ho'l chechingdan. Ko'z yeshingdan bo'lgan bir dengiz ilib keladi seni. Yelkenlerini axlatın hasıl boğan, şamal uçurgan, yürek perdeleringden pütken bir kimi bilen kelmekçi edin. Kolun bilen közümni elip kelettin. Seni Yusuf bilip, Yaqubqa o'xshash arqangdan avatgan közlerimni. Buncha alamlik bo'lmaydi hicranimiz. Bundaq emasdi va'dimiz. Meni xalqa olam do'st dushman oldida yerga qaratmayding. Yaxshi ko'rish yurakka sanchilgan bir pichoqdi. Bilatdim, lekin buncha uzun hijronning ismini qo'ya olmayapman. Bilgan bo'lsam, havas qilatdimmi uchgan qushlarga? Bilgan bo'lsam, oylardan sentabr, vaqtlardan oqshom, gullardan gul samsaq, qushlardan tuna, laglakni qo'yatdimmi lug'atlarga. Qara, hiding keldi. Xuddi yomg'irdan keyingi tuproq hidiga bir yo'qsulning qo'liga tekkan issiq girdidak, qondak, ko'z yeshidak, tardak, mehnatdak. Lekin sen yanılı kelmedin. Azabın keldi, to'lg'iqing yetib keldi, qattiq nafrat bo'lmasdan, qandaqmi Majnundak muhabbat bo'lsin degan eding-ku. Qara, qachilikda berilgan bir luqmaga o'xshash avatgan bir siqim narsan keldi. Namruding keldi, Gulxoning keldi. Niqablangan yüzün ve ming turlik saxta hamroying keldi. Yo'qliqing, ko'zing ve qishing keldi. Naqshillaring, rasmlaring, ko'z yeshing keldi. Lekin sen kelmading.
Pir evin keldi, Hamanın keldi, Qarunun keldi, lekin Harunun kelmedi. Şeytanın keldi, Topanın keldi, Kenanın keldi, barlıq düşmanlarını heyran qaldırdıgan düşmanın keldi. Amma sen kelmedin. Qara, ishqingni supurvatıdı pir evinning tozliqchilari. Yadikarınğa o't qo'yvatıdı qurib ketgur qo'llari. Qo'yningda tunigan o'qishlar mabidinga butlarni tiklash uchun azarni chaqirvatıdı. Analarning rahimlariga bir yilondek suqunib kirvatıdı. Shunga Narun, Caligula, Shaddad, Hajjaj, Hilakuga o'xshash tug'ilvatıdı bu vaqtlar ikki qo'li qon ichida. Her biri 7 usul bəgən milyonlarca savdani qara tuproqqa kömüvatıdı. Quyoshni seni yaxshi ko'rdi deb tutish buyruq chiqarvatıdı. Sening ranging deb yeshilning har rangini darg'a esivatıdı. Sening fasling deb bahorni g'oyvani shaklda o'limga hukm qilvatıdı. Sening inson qarindoshlaringga ziminning ustini zindan qildi. Lekin ziminning osti dardiga darmon bo'ldi. Sening tabiiy qarindishing ular. Lekin buni bilmaydi. Ular xuddi Nuhning yer osmon qarindoshlariga, Ibrohimning o't qarindishiga, Musaning hassiga o'xshaydi. Ular sen uchun tartqan ahlarımızның bir boran, sen üçün көтірген hər қолымızның bir tağ, senin razılıqın üçün tökкен hər tamçımızның bir atom bombası ekanligini əmdi biləvatıdı. Lekin sen bilesen nemi üçün saqlavatqanlığını, analarının köksüdə bir til tumardək turğunini, hər biri bir Məryəm bolğan nativan qızlarının beşiğa tac bolğanlığını bilesen. Pir əvillərinin hər bir qamçısı vücuduğa təkkəndə, hər birinin cənnət məlikisi birər Asiya buludğanlığını sen bilesen. Qavul balalarning qattiq to'lg'oqlar bilan tug'ildiganligini sen bilsan. Bilaman. Shunga bu sababdan kelishingni kechiktirvatsan. Oshiqlarning ishqiga bo'lgan sadoqatini kuchaytirvatsan. Yo'qligingning texmi bak bilinishini kutvatsan. Qara, ufqqa qara. Kechining eng qorong'u vaqti fajrga eng yaqin vaqtidir deysan. Ay, dunyolarning eng chiroyli kelini. Kim biladi, sana aşık bo'lganlarning sadoqatini namoyon qilishni kutvatsan. Yolg'on aşıqlarni rasvo qilay davatsan, balkim. Shundoq. Mehr haqqini bermay turib, qaysi dunyolik seni ko'ralgan edi? Ammo kaparatimiz yo'qlig'ingning buncha qattiq azobiga buncha zaman bardoshlik berish bo'lsin. Bu azobni mehr sifatida qabul qilgin. Bilamsan, al intizor ashaddu minan nardur. Ya'ni kutish o't azobidan yomon. İntizar qilmag'in, seni to'rt ko'z bilan kutyapmiz. Xatima. Vahiy avatgan Allah insonlarning hammasining iymon etmaydiganligini biladi. Buni bizga u o'rgatdi. Agar Allah xohlagan bo'lsa edi, yer yuzidagi insonlarning hammasi iymon etadi. Sen kishilarni musulmon bo'lishga majburlamsan? İnsanlarning ko'pchiligining aql ishlatmaydiganligini, shukr qilmaydiganligini, iymon etmaydiganligini yana uningdan, ya'ni Allohdan o'rgandik. Undaqda Qur'on nima uchun nozil qilindi? Zaminda yaxshilik urug'i bo'ladigan bir nasl barpo qilish uchun nozil qilindi. Sizlarning orqanglarda xayrlik ishlarga da'vat qiladigan, yaxshi ishlarga buyurib, yomon ishlarni man'iy qiladigan bir jamoat bo'lsin. Ana shular maqsadiga erishguchilardir.
Qur'on ichimizdan chiqarmoqchi bo'lgan jamoat. Qur'on nasli bo'lib, Rasulullohning vazifasi hayotini vahiyga asosan shakllantiradigan bir Qur'on nasli tarbiyalab chiqish edi. Yer yuzi bu soyida tunji Qur'on nasliga shohid bo'ldi. Tunji Qur'on nasli aktiv yaxshilikni pasib yaxshilikning oldiga qo'ygan bir nasl edi. Tunji Qur'on nasli salihatni hasanatning oldiga qo'ygan bir nasl edi. Tunji Qur'on nasli haqiqat hokimiyatni rivoyat hokimiyatidan ustun tutgan bir nasl edi. Tunji Qur'on nasli Allohning dinini ota-bobosining dinidan ustun tutgan bir nasl edi. Tunji Qur'on nasli Qur'onni mushaf, ya'ni Qur'on oyatlari jam qilingan kitobning ma'nini labzning, izlanishni taqlidning, ilmni hissiyotning, tartil, ya'ni tushunib o'qishni tajvidning, axloqni ahkomning, yaxshi ko'rishni qo'rqishning, shaxsiyatni shaxsning, jamoatni qabilaning, ummatni asabiylikning oldiga qo'ygan edi. Lekin keyingi mezgilda bular dal aksicha holga keldi. Aktiv yaxshining o'rnini pasib yaxshi oldi. Saliyatning o'rnini hasanat, ibodatning o'rnini odat oldi. Rivoyatlarning hokimiyati haqiqatdan ustun o'ringa qo'yildi. Ota-bobosining dini Allohning dinining oldiga qo'yildi. Mushaf Qur'onning o'rniga o'tdi. Labz ma'noning, taqlid izlanishning, hissiyot ilmning, tajvid tartilning, ahkom axloqning, qo'rquv yaxshi ko'rishning, shaxsiyatning, millat ummatning o'rnini oldi. Binoning o'li buzg'unchilikqa uchirdi. Binoning o'lini tashkil qilgan toshlar o'rniga qo'yilishi kerak. Ularning o'rni vahiy ko'rsatgan joy bo'lib, buni faqat yangi bir Qur'on nasli vujudga chiqara oladi. Qur'on naslini yetishtirib chiqish mas'uliyati Qur'onga iymon etgan har kishining burchi. Shuning bilan birga bu vahiyning uningga iymon etganlar ustidagi haqqi. Qur'on nasli quduqqa tashlangan bir Yusuf bugun. Hozir Yusufni quduqdan chiqaradigan vaqt. Quduqda Yusuf bor. Nidasini anglaganlar 3 xil inkas qaytarib. Birinchi chapinini silib, "Ya Allah, bismillah" deb quduq tushadiganlar. Bularga degidak so'z yo'q. Ular Allah va farishtalar salovat, ya'ni yordam qilgan kishilardir. Ikkinchi quduq bakchonqo'r deydiganlar. Ularga degidak bir so'zimiz yo'q. Chunki ular bahoni ahli. Quduq cho'nqur deyish bilan mas'uliyatini ado qila olmaydiganligini boshdan ifodaladi. Uchinchi arqon qisqa deydiganlar. Bular ilohiy ssenariyada rol elishga ko'ngli moyil, lekin qanday qilishini bilmaydiganlar bo'lib, ularga arqon sangiltib berishning usulini ko'rsatib berish kerak. İnsan Yusufni quduqdan chiqarishga talib bo'lsa, arqonni sangiltib berish uchun kiyim-kechaklarni, oyig'ini, chechini, qisqasi barliq imkoniyatlarni safarbar qiladi. Mushunda qilg'uchining utuqqa ega bo'ladiganligining kepili Allohdir. Allohning ssenariyasida rol olganlar zafarga emas, safarga, ya'ni da'vo, natijaga emas, singdirilgan ajriga qaraydi. Bu shaklda xizmat qiladi. Ey talib, so'zni oxirlashtirishdan burun bu ojiz bandaning ko'nglidagini sana aytqusi bor. Agar bu ojiz bandaning Rabbining huzurida bir shikoyat haqqi bo'lsa, u haqqini askarlarni shikoyat qilish uchun ishlatmaydi. U haqqini pasib yaxshilarni shikoyat qilish uchun ishlatadi. Ya Rabbi, bular aktiv yaxshi bo'lmadi. Pasib yaxshi bo'lish bilan kupoylanib qoldi. Bular o'zlariga yaxshi bo'ldi, ammo boshqalar uchun yaxshi bo'lmadi.
Bular özlərinin nicatlығы koydu boldi, әмма bəndələrinin nicatlығы erişiş üçün tirişçanlıq ko'rsatmadi. Rabbim bizni şahidlar qatardan qilgin. Amin. Şunun bilan kitob tamom bo'ldi.